Hop, Ko'rinyapti sizlar. yaxshi, hop, barchaga katta rahmat deymiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hop, hurmatli talabalar, demak, men hamma narsani tayyorlab oldim maksimal darajada. O'zimizdagi a, mavjud qidiruv tizimiga quyidagidek yozib olishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni .hero.study deb yozib olishligimiz va mana bu yerda slashdagi dashbord deb yozib olishligimiz kerak. Ko'rinyapti Word dasturi? Ko'rinyapti Hop. ustoz. Yaxshi, ushbu holatni sizlarni qiynalmasliklaring uchun Telegram kanalimizga mana tashlab tayyorlab qo'ydim. Mana pin bo'limiga alohida qadab, qadalganlar ichida turibdi. Xo'p, mana ko'radigan bo'lsangiz, mana shu yerga bir marta mana shunga sichqonchani chap tugmasini bir marta chertamiz. Va dastur ko'rganingizdan keyin avtomatik holatda imkoni bo'lsa sizlardan iltimos qilar edim, dastur o'zbek tilida yaxshi ishlamayapti, ya'ni ma'lum bir xatoliklar bilan ishlayapti. Shu jarayonga e'tiborli bo'linglar. Xo'p, rus tilini tanlab olishlikni birinchi o'rinda. Rus tilini tanlab oldim va tizimni aktiv holatga keltirib qo'ydim. Xo'p, ana endi mana bu yerga siz bilan bizga taqdim qilingan Xo'p. Siz bilan bizga taqdim qilingan mana shu yerga nimani kiritamiz endi? Parolni, loginni kiritamiz. Mana bu yerda masalan tasavvur qilaylik, bir talabamizdan iltimos qildik, ya'ni kirib tushuntirib berishlik uchun ruxsat so'radik. Mana buni login deb oladigan bo'lsak, mana shu loginni to'liq yozing yoki to'liq ko'chirib oling iltimos. Endi tasavvur qiling, sizlar mana bu yerda xato ko'chirib olyapsizlar. Mana bu ham bitta xato bo'lyapti, chunki orqasida nima turibdi buni? Bo'sh joy turibdi. Ya'ni bo'sh joy turibdi. Ushbu jarayon ham xatolik sifatida nima qilinadi? Qabul qilinadi. Va men buni ushbu holatga qaytardim. Mana bu to'g'ri biz uchun. Olib o'tyapman. Xohlang yozing agar qiynalsangiz. Men bo'lmasa yozib ko'rsatib beraman sizlar uchun. Xo'p. Ikromjonov qarang, bu jarayonda probel yo'q va sizlar probel ham qo'ymanglar. Umumiy holatda ma'lum bir mana bunday probel qo'yib qo'yasizlar, bu xatolik bo'ladi. mail.uz va mana bu yerga endi o'zimiz uchun taqdim qilingan parol. Parol hozirgi holatimizda yangi talabalar uchun ko'p holatlarda standart parol berilyapti. Bularni ham alohida to'xtalib tushuntirib, maksimal darajada barchasini tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Xo'p. Parolni biz yozib olamiz. Xo'p. A dan 7 gacha ekan. Xo'p. A va unutmang, mana bu yerda siz yozayotgan yozuv albatta nimada bo'lishi kerak? Lotin yozuvida inglizchada bo'lishligi kerak. Kirilchada ham bo'lmaydi, ruschada ham bo'lmaydi. Tushunarli-a? Va parolni ko'rsatib yozib qo'yaman. 1 2 3 4 5 6 7. Endi e'tibor bering, biz endi agar begona qurilma bo'ladigan bo'lsa saqlab qolishni bosmaymiz. Agar siz uchun o'zingizni qurilmangiz, telefoningiz yoki kompyuteringiz bo'ladigan bo'lsa, saqlab qolish tugmasini bosib qo'ysak, maqsadga muvofiq. Iltimos mikrofoningizni o'chirib qo'ying. Xo'p. Endi mana shu jarayonda siz bilan biz продолжить приключение, ya'ni kirish tugmasini chertamiz. Va tizim kirganingizdan keyin bizdan so'rayapti saqlashni. Agar mumkin bo'lsa, o'zingizning qurilmangiz bo'lsa, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz. Sizlar uchun tavsiya ekan saqlash va tizim saqlandi. Keyingi safar kirganingizda siz bilan nima so'ramaydi? Login, parol so'ramaydi. Va mana bu yerda qo'ng'iroqchani ko'rsangiz, sizga xabar kelgan, ya'ni ushbu talabaga. Va mana bu yerda tekshirib qo'ying, aynan ushbu talaba sizga tegishlimi? Chunki bu yerdagilar ham inson yoki texnik xatolik bo'lib, login, parol boshqa kiritib qolgan bo'lishligi ham mumkin. Xo'p, xabarlar bo'limiga kirganimizda o'qib ko'ramiz. Xo'p. Ya'ni ushbu siz bilan biz foydalanib turgan tizimning ilovasi ham mavjud. Ilovasini imkoni bo'ladigan bo'lsa, guruhga yuborib qo'yaman, tayyor yuklab olishlaring mumkin. Uni ham sizlar uchun foydali bo'ladi. Xo'p. Ilovadan ham foydalanish mumkin ekan. Shu haqida, ya'ni tizim yangilangani haqida ma'lumot taqdim qilyapti. Mana 10/10/2025 kunida siz bilan bizga nima qilyapti? Taqdim qilinyapti ilova.
Sozlamalar bo'limidan o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni tahrirlab olsangiz bo'ladi. Masalan, ushbu qismlarda siz tahrirlar olmaysiz, ya'ni shaxsiy ma'lumotlar, ism, familiyangizni kirita olmaysiz. Bu ruxsat berilmagan. Xabarlar bo'limi, yuqorida aytib o'tganimizdek, mana bu bo'limlarni yoqib qo'ysak bo'ladi. Hop, push bo'limlarini kirganingizda ogohlantiradi. Mana yoqildi. Va keyingisini ko'rishingiz kontaktlar bo'limi. Kontaktlar bo'limida siz loginni o'zgartira olmaysiz. Mana bu login bo'ladi. Ya'ni login kim tomonidan taqdim qilinadi? Universitet tomonidan taqdim qilinadi. Mana bu esa telefon raqami. Telefon raqami yaqin kunlarda ushbu telefon raqamni ham o'zgartirish aktivlashtiriladi. Chunki ma'lum bir insonlar telefon raqam almashtirishligi mumkin. Quyiga esa mana bu yerga o'zingizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifangizni bog'lab qo'ysangiz bo'ladi. Bu ixtiyoriy, majburiy emas. Tushunarlimi? Xo'p, va undan keyin xavfsizlik bo'limiga o'tamiz. Xavfsizlik bo'limida joriy parol, albatta parolni imkoni bo'ladigan bo'lsa yangilab oling. Kichik a 1 2 3 4 5 6 7 bu universitet taqdim qilgan nima edi? Parol edi. Va mana bu yerga o'zimiz uchun nima qilamiz? Parol yangilab olamiz. Masalan, endi bu yerga misol uchun katta A chalg'imaslik uchun 1 2 3 4 5 6 7. Keyin tahrirlab qo'yaman men va kiritgan yangi parolimni tasdiqlayman. Ya'ni qaytaraman. A 1 2 3 4 5 6 7. Va shu narsani unutmang, ushbu jarayonda siz kiritayotgan parol lotin tilidaligiga e'tibor qaratib qo'ying, keyingi safar qiynalmasligingiz uchun. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Hop. Demak, yaxshi. Keyingi bo'lim bor. Ya'ni keyingi bo'lim bu siz bilan bizga qiziq bo'ladigan va sizlar mana shu jarayonni kutayotgan va men va'da qilgan test nazorati. Kiramiz. Ochish tugmasi. Va mana bu yerda ko'ring, darslar bor, kontrol bor. Kontrol masofaviy ta'lim shakli bo'ladigan bo'lsa, yaqin kunlarda mana shu yerga nima qo'yiladi? Oraliq nazorat qo'yiladi. Menimcha kelasi haftalarga qo'yilib qolsa kerak. Bu joyga e'tiborli bo'lasiz. Xo'p. Endi biz darslar bo'limiga o'tamiz. Xo'p. Darslar bo'limida ham testlar biriktirilmagan. Xo'p. Endi mana mening fanlarimga o'tamiz. Mening fanlarimga o'tdik. Mening fanlarimni misol tariqasida olaylik. Xo'p, bu yerda jami 6 ta fan o'qilyapti ekan. Endi bu yerda katta kurslar bor aytlaringda. Katta kurslar bo'ladigan bo'lsa, qiynalmasliklaring uchun imkoni bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdan siz hammasi degan joyga kirib, aniq o'zingiz uchun semestrni belgilab oling. Masalan, siz hozirgi holatingizda kuzgi semestrni o'qiyotgan bo'lsangiz, osinni 2025-2026 o'quv yilini tanlab oling. Bu talaba birinchi kurs bo'lganligi uchun nima? Bunda faqat kuzgi va bahorgi ko'rinib turibdi. Sizlarda esa bu yerda juda ham ko'p fanlar maqlab aks etadi. Osinni tanlab oldik. Hop, shulardan biri hop, axborot texnologiya, kommunikatsiya texnologiya degan fanga kiramiz. Hop, mana bu MT deganiga ozgina izoh berib o'tib ketaman. Bu yerda mutaxassislar o'zlari uchun hop priklinichka qilib olishgan, ya'ni atmetka qilib olgan. MT degani masofaviy ta'lim degani. Fanni bilan tanishib chiqish uchun kiramiz. Konchani chap tugmasini bosish orqali. Va mana bu yerda bilib oling, ma'lum bir talabalar fan o'qituvchisini ham bilmaydi. Xo'p. O'qituvchilar tarkibi, ya'ni ushbu fandan o'qituvchilar dars o'tar ekan. Ya'ni sizning o'qituvchingiz Azjon Ikromjon o'g'li, ya'ni Meliboyev Azjon Ikromjon o'g'li ekan. Xo'p. Va boshqa o'qituvchilar mana shu soha bo'yicha va mana shu fandan boshqa yo'nalishlarga ta'lim beruvchi nima? O'qituvchilar ekan. Xo'p. Ya'ni qaysidir ma'noda darsga adashib kirib qolsangiz murojaat uchun. Xo'p. Ketdik. Yana endi biz ushbu fan doirasida hop ma'ruzalar qismiga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rindi menimcha. Ma'ruzalar qismiga o'tadigan bo'lsak, ma'ruza mana bu yerda ochildi. Va ko'rishingiz mumkin, ma'ruza qismlari mana shu yerda nima qilgan? Yuklangan. Hop, ma'ruzani bittasini yuklab ko'ramiz. Misol tariqasida hop. Chertamiz. Hop. Va ma'ruzani yuklashingizda mana bu yerda nima turibdi? Endi tayyor video turibdi. Sizlar uchun tavsiya qilaman videoni ko'rishni. Hurmatli tinglovchilar, sizlar bilan axborot texnologiyalaridan foydalanish faniga doir
video ma'ruzalar jarayonini boshlaymiz va ushbu video ma'ruzalarimiz davomida axborot texnologiyasidan foydalanish fani doirasidagi barcha mavzularni qamrab olish maqsad qilingan. Demak, ko'rishingiz mumkin, video bilan tanishib chiqdingiz. Ana endi sizning undan keyingi qiladigan ishingiz ma'ruzalar matni. Ma'ruzalar matnidan birinchi, ya'ni mavzu zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologik tushunchasi va tasnifi degan mavzu bo'ladigan bo'lsa, ushbu mavzuga mana bu yerga telefoningizda bo'lsa bir marta, sichqonchada bo'ladigan bo'lsa ham bir marta chertamiz mana. Xo'p. Mana endi ushbu jarayonda uning ya'ni bu yerda videosi aks etdi, mana bu yerda esa uning ma'ruzasi aks etdi. Xo'p. Ma'ruza qismiga chertamiz. Va ma'ruzani yuklab olish. Qayerga yuklab olish? O'zingiz uchun maqbul joyga yuklab olasiz va quyidagidek saqlanit va ochish. Demak, mana ma'ruza matnini ochib oldik. Endi sizlarga mana shu ma'ruza matnini yopmay turishni tavsiya qilaman. Biz tez ishlash jarayonimiz ham bor. Xo'p. Qaytib olamiz darsimizga. Xo'p. Endi biz ushbu mavzuyimizni nimasini ko'rib olamiz endi? Taqdimotini ko'rib olamiz. Taqdimot ekan mana. Xo'p, taqdimotni ham shu yerga yuklab olamiz. Endi mana shu jarayonda taqdimotni ham ochib olamiz. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyaning tushunchasi va tasnifi bu taqdimot bo'ladigan bo'lsa, mana bunisi esa xo'p, ma'ruzasi. Endi buning to'ldiruvchi sifatida mana bu yerda video ma'ruza ham aks etgan. Demak, siz birinchi mavzuni o'zlashtirish va testda ishtirok etishlik uchun endi nima qilsangiz bo'ladi? Test jarayoniga qaytsangiz bo'ladi. Va mana bu jarayonda yuqorida va'da qilganimdek, men sizlarga mana bu yerda nima qilganman? Aks ettirganman. Ya'ni va'da qilganim test ishlash, ya'ni topshiriq bajarish, test ishlash. Test ishlashning sizlar uchun eng optimal usullaridan bittasini ko'rsatib beraman. Demak, ketdik. Hop. Qaytamiz. Hop, ushbu jarayonda biz birinchi mavzuni videosini ko'rib oldik. Taqdimotini bilan tanishib chiqdik va ma'ruzasini o'qib chiqdik. Hop. Endi platformani boshiga qaytishlik uchun telefonda bo'lsangiz mana bu nuqtaga qaytib dashbord, kompyuterda bo'lsa mana shu yerda Kakan universitetiga bossangiz ham bo'ladi. Kakan universitetiga chertamiz va boshiga qaytdi. Hop. Endi ushbu jarayonda, ushbu mavzu doirasida biz nima qilishimiz kerak? Testlarni ko'rib chiqishligimiz kerak bo'ladi. Hop. Ochish. Hop. Darslar. Bu yerda qo'yilmagan ekanda test. Endi nima qilamiz? Birontalaring login parol berasizlarmi bo'lmasa shu joyga? Hop. Login parol bersalaring, imkoni bo'lsa mana shu yerda test ishlashni birdaniga ko'rsatib ketaman. Hop, menda login parol mumkin bo'lsa, zudlik bilan shu kanalimizga yozsangiz yaxshiroq bo'ladi. Kattaroq testlar bo'lsa ham mayli. Hop, login parol. Hop, tizimdan chiqib turamiz. Login parol masalasida hop chiqish. Hop. Mana bo'ldi. Hop, rahmat. Mana e'tibor beringlar. Mana bu yerda menda tayyor bor ekan. Hop. Tizimdan chiqaman.
Xo'p, yana qayta kirib olaman. Mana bu yerda bitta talabani saqlanib qolgan ekan. Xo'p, kirdik tizimga. Biz mavzuni o'zlashtirib oldik deb tasavvur qilsak, xo'p, ochish bo'limi. Darslar bo'limiga o'tsak, mana bu yerda xo'p, nima ko'ringan? Testlar ko'ringan. Endi biz mana bu yerda xo'p, bitta talabaniki misolda ko'rib o'tamiz endi. Xo'p, login parolni bitta o'zgartirib ko'ramiz. Ya'ni ta'lim yo'nalishi bo'lganligi uchun. Xo'p. Xo'p. Ch u us. Yetishtiruvchi Xo'p, parol xato deyapti. Xo'p, 705. Xo'p, mana bu yerda tizimda yoki talaba parolni o'zgartirgan bo'lishligi mumkin. Xo'p, kirmayapti. Mana parol xato deyapti. Xo'p, sizlar buni ochib tashlaymiz, endi mavjudlikdan kiraveramiz. Xo'p. Ketdi. Xo'p, endi ushbu talabani fallari bor ekan, statistikadan qo'yilgan ekan testlar. Xo'p. Mana bu jarayonga, mana shu fanni nima qilamiz endi? Xo'p. O'tdi. Mana elektron tijorat bor ekan, qo'limdan keladi, bilaman. Xo'p, endi sizlar uchun, ya'ni tavsiyaviy bo'lganligi uchun qaytamiz. Mening fanlarim xo'p, elektron tijoratmidi? Qanisi? Ha, mana sizlar uchun foydali ekan. Mana hammasi degan fandan tanlab olinglar. Xo'p. 2025-2026 o'quv yili. O'sim kuzgi. Tanlab oldik. Bu yerdan xo'p, elektron tijorat fani. Xo'p, ushbu elektron tijorat fanidan xo'p. Ma'ruza matnlariga o'tamiz. Xo'p. Birinchi ma'ruzani videosi mana bu yerda bor ekan mana. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Yaxshi. Demak, ko'rishingiz mumkin, videoni ko'rib chiqdik deb tasavvur qilamiz. Ma'ruzani. Xo'p. Quyida esa birinchi ma'ruza nimalar turibdi? Ma'ruza matni. Buni yopib qo'yamiz adashmaslik uchun. Yuklab olish jarayoni ketmoqda. Ketdi. Och. Xo'p. Ikkinchisi. Xo'p. Ketdik. Va ikkinchisini ham ochib oldik. Xo'p. Endi mana bu yerda siz bilan biz nima qilamiz? Xo'p, ustoz rejalashuvni ko'rmay qolgan ekan. Xo'p. Yaxshi. Demak, ushbu holatda endi biz testni ishlasak bo'laveradi. Qaytamiz. Dashbord. Testni ishlash va undan yaxshi baho olishlik uchun biz imkon qadar jarayonni amalga oshirdik. Xo'p. Elektron tijorat fanidan. Xo'p. Birinchi test ekan, ya'ni birinchi mavzu nuqtai nazaridan ekan. Xo'p. Boshlash tugmasi.
Xo'p, 10 daqiqa, savollar soni 10 ta. Testni boshlash. Endi yuqorida aytib o'tganim, men sizlarga test ishlashni o'rgataman. Xo'p. Ketdi. Savollar mana bu yerda tanishib chiqishingiz mumkin. Elektron xavfsizlik ta'minlashda keng qo'llanilgan texnologiya qaysi? Demak, birinchi savol. Elektron tijorat xavfsizligi deyapti. Xo'p, ketdi. Ma'ruza matniga o'tamiz. Ctrl F. Qidirib olamiz va bu yerga qo'ydik. Ya. Qarasa. Xo'p, savollik va ma'ruza matnidan qidiryapmiz. Yopiq ekan, mayli, unisini ham eplaymiz. Xo'p, elektron tijorat xavfsizligini ta'minlashda xo'p, keng qo'llaniladigan texnologiyalar qaysi? Xo'p. CCL sertifikati bu. Xo'p. Elektron. Yaxshi. Demak, siz bilan biz qidirayotgan javob bu yerda aks etmagan. Xo'p. Keyingi taqdimotdan qidirib ko'ramiz. Xo'p. Xo'p. Ket. Klassika o'zini ichiga oladi, xo'p. Xo'p, yaxshi. Endi bu yerda savol bo'yicha qidiruv xato ketmoqda. Xo'p. Endi sizlar uchun undan keyingi usulni aytib o'tishga harakat qilaman. Ushbu jarayonda noto'g'ri tushunmaysizlar. Xo'p, ChatGPT ketdi. Xo'p. Bu yerda siz bilan biz ishlayotgan savollardan nima rasm ko'rinishida bo'lganligi uchun rasmda olish imkoni bo'lmayapti. Lekin mana bu yerga xo'p. Quyidagi usuldan foydalanishga harakat qilamiz. Eng optimal va eng ko'proq. Chunki ChatGPT bir kunda foydalanishingiz mumkin. Nechta rasmgacha foydalansa bo'ladi? Maksimal 3 ta rasmdan foydalansangiz bo'ladi. Ketdi. Aytganimdek, prosta men sizga o'zim bilaman, chunki ushbu fandan dars berganligim uchun. Xo'p. Test sertifikatini ma'lumotlarni kiritish. Ketdik. Xo'p. Saqlash va keyingisi. Xo'p. Quyidagi turlardan qaysi biri B2C modeliga mos keladi? Xo'p. Xuddi shunday, mana shu ko'rinishda print screen ketdi. Rasmga olyapman. Tashlayapman. Bo'la qol. Menimcha bittasiga 3 sekunddan vaqt ketmayapti. Xo'p. Korxona va iste'molchi. Bo'ldi, juda ham. Xo'p, ishlasangiz bo'laveradi. Korxona, iste'molchi. Xo'p. Boshlash va keyingisi. Xo'p. Xo'p, imkon qadar o'sha bizni imkoniyatimiz tugagangacha foydalanib ko'ramiz bundan. Ketdi. Vaqt va joyga bog'liq. Xo'p. Keyingisi elektron tijoratni qo'llab-quvvatlovchi texnik platformalar qaysilar? Faqat bosma kataloglar, veb-saytlar, mobil ilovalar. Xo'p, bunga uzoq to'xtalish shart emas. Xo'p. COVID-19 davrida elektron tijoratga xos bo'lgan holat qaysi? Foydalanuvchining internetdan voz kechishi, onlayn savdoning to'liq to'xtashi, global tarmoqlarning kamayishi, raqamli xaridlarga tezkor o'tishning talabi. To'ppa-to'g'ri. Bu yerga ozgina mantiq kerak, xolos. Davom etamiz. Xo'p. Elektron tijoratning tarixi, xo'p, mayli. Bu yerda Amazon hamda eBay bo'lishi kerak. Xo'p. Ko'ramiz endi. Demak, bizda imkoniyat tugadi. Endi qarab turing, mana bu yerga keyingi usuldan foydalanishga o'tamiz. Translate. Google Translate tayyor yozib olganman men. Xo'p, rasm ko'rinishdan foydalan, ketdi rasm. Razrashit. Xo'p, rasmda menga tekst kerak. Tekst. ChatGPT tashla. Ketdi. Mana aytib o'tgandek Amazon hamda eBay.
Xo'p, Amazon eBay ketdik. Ko'ryapsizlar, imkoniyat tugagansa ham, lekin boshqa ozgina shoshilibroq tezroq gapirishga harakat qilyapmanki, talabani vaqtiga nima qilmaylik. Menimcha urinishi ham bor. Hop, keyingisi. Qaytadi. Изображение kiritildi. Hop, tekst va joyladik. Siyosan. Keyingisi. Situasi davlat va iste'molchi o'rtasida ketdi. Qilaylik. Birinchi skrin. Ketdik. Iste'molchi. Ya'ni bu bozorga to'g'ri kelib ketadi bu. Iste'molchi ketdi. Xo'p, menimcha o'zi bitta qoldi. To'sqinlik qiluvchi, cheklovchi bir qaysi? Tezkor elektron to'lov tizimlari, global qamrovning logistika zanjirining takomillashuvi, texnologiya va interfeysining murakkabligi. Mana bu javob to'g'ri. Chunki texnologiya bilan interfeys qiyin bo'ladigan bo'lsa, bu umumiy holatda sotib oluvchi foydalanuvchilarni undan e'tibori chetlash. Xuddi sizlarda mana platforma qanchalik qiyin bo'lgani kabi talabalar uni o'qishdan bosh tortishadi yoki bo'lmasa qiyin deb tasavvur qilishadi. Lekin o'zi aslida oson. Davom etamiz. Xo'p. Mana buni qarang, shu e'tiborli bo'ling. Elektron tijorat eng to'g'ri ta'rif qaysi? Faqat elektron to'lovlar bilan bog'liq texnologiya majmui, hop, kompyuter tarmoqlari orqali moliyaviy mana burasi ta'rif. Hop, testni yakunlash. Testni yakunlaysizmi? Ha. Hop, imkon qadar bilimim va texnologiyadan foydalangan holatda ishlashga harakat qildim. Natijani o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hop, men va'da qilganimdek Telegramga qaytamiz. Hop, Heroga kirish ko'rsatib berdim. Topshiriqni bajarish, shu joyi qolib ketibdi, buni ham ko'rsatib beraman. Test ishlashni usulini, eng optimal usulni ko'rsatib berdim va keyingisi oxirgisini savol va javoblarga qilamiz. Hozirgi holatimizda topshiriq bajarishga o'tamiz. Demak, qaytdik. Xo'p. Vazifalar bo'limi. Xo'p, menimcha hozirgi holatimizda men sizlarga aniq aytaveraman. Nima yo'q? Professor o'qituvchilar, ya'ni biz hali o'quvchi talabalarga nima berganimiz yo'q, topshiriq berganimiz yo'q. Shuning uchun hozirgi holatimizda shunchaki og'zaki gapirib qo'yishdan ko'ra, uni keyingi biron bir kunda reja qilsak, birgalikda nima qilsam bo'ladi, sizlarga alohida dars tashkil etsam yoki video tayyorlab bersam bo'ladi, maqsadga muvofiq. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, mana bu joyga qaytamiz. Heroga kirishni ko'rsatib berdik, topshiriq bajarishning oson usullari. Uni imkoni bo'ladigan bo'lsa, oson bajarish usullari, uni ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Maksimal darajada uni ham yo'llarni o'rgatib qo'yaman, har qanday usul bo'lsa. Xo'p, keyingisini ko'rishingiz mumkin, test ishlash. Ko'rsatib berdim, natijani 100 dan 100 urdik. Keyingisi savollarga javob berish. Endi marhamat, hurmatli talabalar, kimda qandaydir savol bo'lsa, savollaringizni berishingiz mumkin. Savollaringga atroflicha javob berishga tayyorman. Marhamat. Hop. Mikrofonlarni yoqishni boshladim. Kimdadir qo'l ko'targan bo'lsa shularnikini yoqyapman, qolganlarnikini yoqqanim yo'q. Hop. Marhamat. Kimdadir savol bo'lsa yoki qo'shimchalar bo'lsa aytib o'tishingiz mumkin. Sizlar uchun alohida bu yerda guruhimizda kommentariyasini ham qarab qo'yamiz. Sizlarda qanaqadir javob bo'lsa, ularga ham nima qilishlik uchun, javob berib o'tib ketishlik uchun. Hop. Yo'q, efirimiz bo'lyapti. Hop. Domla testni vaqti bor-ku. Ko'rdingizmi, masalan, vaqtda ham tushuntirish, ham gapirish, ham ishlash orqali sizlarga imkon qadar tushuntirishga harakat qildim. Menimcha vaqtidan unumli foydalana oldik. Marhamat, agar savolni og'zaki yoki guruhimizni chatiga yozsangiz ham bo'ladi. Savollaringizga javob berishga tayyorman.
Xo'p, O'rinboyeva Maftunaxon mikro qo'l ko'taryaptilar. Xo'p, marhamat, yana kimdadir qanaqadir savol bo'lsa, savollaringni berishlaring mumkin. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Bu baholash tizimi qanday bo'ladi? Shu haqda ham gapirib bering. Xo'p, baholash tizimi yaxshi aytib o'tdingiz. Masalan, yana workload bo'lamiz. Tasavvur qilaylik. Fan doirasida bitta fan, masalan, axborot texnologiyalari fanida bo'lsak, 100 ball umumiy ball. Shundan 60 balli 60 ball tizimga, ya'ni Hero tizimini qo'yaga, housechiga Hero. Xo'p, ushbu tizimda bo'ladi. Xo'p, testlar plus oraliq imtihon. Xo'p, testlarga umumiy ball. Test. Xo'p, 40 ball. Plus oraliq 20 ball. Teng bo'ladi 60 bo'lyaptimi? Tizimnikini chiqarib oldik. Bu tizim. Mana bu tizimga. Xo'p, endi uzr, mana bu yerda bitta narsa qolib ketibdi. Xo'p, oraliqqa mana bu yerda uzr. Endi oraliqqa testlar plus oraliq imtihon dedik. Mana bu yerda yana bitta plus bo'lishligi mumkin. Bu topshiriq. Hozir topshiriq rejalashtirilyapti. Xo'p, ushbu topshiriqlarni bali ham mana bu testlar nisbatiga kirib ketadi. Masalan, biz umumiy holatda topshiriqni natijasiga qarab turib ball berardik. Masalan, 10 ball berardik. Mana 10 ball berardik. 10 ball. Endi unday qilmayapti. Tizim nima qilyapti? Mana shu 60 ballni hammasiga taqsimlab tashlayapti. Test bilan mana bu topshiriqqa jami nima? 40 ball qo'yib qo'yapti. 40 ball. Oraliq imtihon esa bu yerda 20 ball. Va jami bo'lib bu yerda 100 ball etib belgilanyapti. Xo'p, endi bu yerda keyingisi bor. Yakuniy imtihon. Xo'p, yakuniy imtihon. Xo'p, 40 ball. Buni kelib topshirasiz. Tushunarlimi mana? Xo'p, mana buni ham tushuntirishga harakat qildim hamcha. Xo'p, bu yakuniy imtihon. Mana bunisi tizim bilan bajariladi. Mana bu tizimda bo'ladigan ishlar. Tizimni qo'ymayman ham. Sam. Xo'p. Universitetda amalga oshiriladi. Va ko'rishingiz mumkin 60 ball bu yerdan, 40 ball esa mana bu yakuniy imtihondan bo'ladi. Jami 100 ball etib belgilanyapti. Endi siz bu fanni o'zlashtirishingiz uchun 60 va undan yuqori to'plashingiz kerak. Endi mana bu yerda siz 60 olsangiz ham nima qilasiz ekan? Fanni o'zlashtirgan deb. Xo'p, qanisidan? Shuni belgilab turaylik mana. 60 to'plasangiz ham siz fanni o'zlashtirgan deb hisoblanasiz. Tushunarlimi? Ha, tushunarli ustoz. Xo'p, rahmat. Endi keyingi savollarga o'tamiz. Xo'p, ustoz, menga ovoz umuman eshitilmay qoldi. Video zapisini tashlab bering. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, ovoz masalasini so'rashibdi. Xo'p, bo'ladi. Domla testlar hammasi faqat darslar degan joyga qo'yiladi. Ha, albatta. Testlar faqat shu joyda bo'ladi. Imkoni bo'ladigan bo'lsa, yuqorida o'rgatgan usulimdan foydalaning. Ya'ni taqdimot bilan ma'ruzani yoniga ochib oling.
Ko'rdingiz, men maksimal darajada hamma texnologiyadan foydalanishga harakat qildim. Unisida chiqmasa bunisi, bunisida chiqmasa, ya'ni xuddi shu usuldan foydalanishga harakat qildim. Xo'p, endi e, video assalomu alaykum. Video qo'llanma beriladi. Men kech kiribman, tez yetishga. Albatta, videoni beraman sizlarga. Xo'p. Endi imkoni bo'ladigan bo'lsa, montaj qilishga harakat qilaman. Agar montaj bo'lmaydigan bo'lsa, to'g'ri qabul qilaverasizlar. Bo'laveradimi? Xo'p, o'sha yerdan kirib yechamiz. Albatta. O'sha yerdan kirib yechasiz. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek, alohida qani, mana test yechish bo'limiga kirasiz. Va darslar bo'limiga o'tib olishingiz shart. Va mana bu yerda mana fanlarda nimalar qo'yilgan? Xo'p, mana ko'ring, mana bu yerda juda ham chiroyli, mana talabamiz xafa bo'lmasa bo'laveradi, ishonchini oqladik. Xo'p, 100 dan 100 yurdik. 10 tadan 10 tasini bexato yechdik. Endi qarab turing, biz bitta urinishdan bittasida 100 ball urdik. Menimcha bu talab ham o'zi bo'lsa ham kerak etilaringda. Xo'p, bo'lsa ham, bo'lmasa ham imkon qadar uni nima qilmadik? Xo'p, u uchun xiyonat qilmadik. Ya'ni qaysidir ma'noda yaxshi natija ko'rsatdik. Xo'p. Endi mana shu qismdan foydalanishingiz kerak. Oraliq imtihon ham shu yerda bo'ladi. Mana oraliq imtihon mana aktiv bo'lib, kuni shu yerda paydo bo'lib qoladi. Shunisiga e'tiborli bo'lib turasiz. Tushunarlimi? Xo'p. Qaytamiz, keyingi savolga o'tamiz. Xo'p. Testga kirgandan keyin vaqti bormi ishlash? Albatta vaqti bor. Mana bu yerda mana hurmatli talaba ko'rsangiz, xo'p, 10 ta savollar va testga ajratilgan vaqt 10 daqiqa. Men boshida yutqizdirib qo'ydim, ya'ni sizlarga ko'rsatish jarayonida nima qildim? Bitta testga ko'rsatish uchun qo'lqa qilishlik uchun boshqa usullarni ham ko'rsatib berishga harakat qildim, lekin bunda yutqazdirgan vaqtimni keyingi savollarda sekundlarda nima qildim? Yutib ketdik. Va natijamiz muddatdan avval nima qildi? Bajarildi 100 dan 100. Xo'p. Imkon qadar hamma savolga alohida to'xtalib o'tyapmanki, savol bergan inson nima bo'lib qolmasin? Xo'p, xafa bo'lib qolmasin. Xo'p, ketdik. Endi vaqti bormi ishlash? Albatta vaqti bor. LMSda yo'q edi. To'g'ri. LMSda yo'q edi haqiqatan. Keyingisi domla ovozingiz kelmayapti, qotib qoldingiz. Bo'lishligi mumkin, chunki Wi-Fi dan foydalanyapman. Universitet hududida, universitet tarmog'idan foydalanaman desam nima bo'lyapti? Xo'p, videoga ruxsat bermadi. Xo'p, keyingisi. Xo'p, test va oraliqni vaqti haqida gapirib bering. Test va oraliq. Yaxshi, test va oraliq haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, oraliqni ham imkon qadar, masalan, men o'zim o'qituvchi sifatida aniq aytaveraman sizlarga. Mana bu o'zlashtirgan oraliqgacha bo'lgan testlaringiz bor-ku, ularni umumlashtirib berish nazarda tutilgan. Endi bilmadim, professor o'qituvchilar qanday usuldan foydalanadi. Lekin shaxsan men o'zimdan taklif so'raydigan bo'lsa, men shulardan foydalanishni tavsiya qilar edim. Chunki avvalgi o'rgangan bilimlarni haqiqatan yodida qoldimi yo'qmi talabadan shuni o'zini bilish yoki so'ramni o'zi yetarli hisoblanadi. Xo'p. Savolingiz davom bor. Oraliqni vaqti haqida gapiring. Oraliq haqida qancha vaqt beriladi deydigan bo'lsangiz, imkon qadar to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Oraliqda testlar soniga e'tibor berilmaydi. Bu yerda xo'p, yuridik hamda o'sha belgilab o'tilgan mezon bo'yicha sizlarga kamida 20 yoki 40 daqiqa vaqt berishi nazarda tutilgan. Bemalol bu oraliqda bajarsangiz bo'ladi. Imkoni bo'ladigan bo'lsa, unga ham bitta chiroyli dars qilishga harakat qilamiz birgalikda. Xo'p, keyingisi matematik gruppadan kim bo'lsa yozsin. Xo'p. Domla zaps ham qilib kelyapti. Albatta zaps qilib ketyapman, muammo yo'q. Domla menda ma'ruza ochmayapti. Ma'ruza ochmayotgan bo'lsa, taqdimot ham ochmayotgan bo'lsa, siz uchun xo'p, olib berishga harakat qilaman, VPS. Ketdi. Mana bu bo'yicha sizga ham yechim qilib qo'yganmiz, mana. Xo'p. Mana linkini siz uchun yuborib qo'yapman. Tayyor, mana shu ilovani o'rnatib olsangiz bo'ldi. Xo'p. Qani endi. Qani shu talabamiz? Mana. Hurmatli talaba, mana sizga nima qildim? Havolani tashlab qo'ydim, shu dasturni yuklab olsangiz yetarli. Keyingisi. Domla buncha qiyin. Qiyin emas. Ma'ruza matnini boshqa payt umuman yuklab olishda ham iloji bo'lmayapti. Ochish emas. Yo'q. Agar ko'rgan bo'lsangiz mana, qanisan. Xo'p, qaytamiz.
mening fanlarim. Hammasidan kuzgi semestr tanlab olamiz. Hop, elektron tijorat. Hop. Qanisan? Ha, ma'ruzaga o'tamiz. Bu yerga bosamiz va ma'ruzalar chiqishni boshladi. Endi e'tibor bering, mana menda yuklash qanaqa qiyin bo'lishini ko'rasiz. Kompyuterda va mendagi internet hozirgacha anchagina yaxshi, ya'ni mobildan foydalanyapman mana. Ko'ryapsiz? O'sha men yuklashga buyruq berdim. Aylanyapti tepada mana. Mana. Yuklab olgandan keyin mana ruxsat berdi. Ana endi yuklab olishga ruxsat berdi mana. Anchagina mendan nima qildi? Vaqt talab etildi. Shuning uchun ozgina shu joyga sabrli yoki internet yaxshiroq joydan foydalanishni tavsiya qilaman. Bu sizdagi internetingizdagi muammo bu. Telefonda Yo'q bo'lsa, albatta telefoningizda ham shunaqa bo'lishligi mumkin. Telefoningizda imkoni bo'lsa bir kelsangiz ko'rib beramiz. Bir menimcha Chrome'da bir qulflab qo'ygansiz yoki ruxsat bermagansiz, shuni ko'rishlik kerak. Domla buncha qiyin yo bilmaganga qiyin, bilib olganingizdan keyin oson menga ham o'rgatasiz. Keyingisi domla sistem texnologiyasi fanidan darslar bo'lmadi, 7 ta qo'yildi, deb lekin 4 ta test yo'q ekan. Xo'p. Siz qo'yilmaganiga xafa bo'lmang, siz qo'yilganiga xursand bo'laring, borini bajaravering, qolganini qo'yib berishadi. Xo'p. Ustoz bitta taklif bor, kompyuter bo'yicha shunaqa dars tashkillab o'rgating. Xo'p bo'ladi. Buni Mirabbos va boshqa talabalar ham juda ham katta iltimos qilishgan. To'g'ri tushuninglar, imkon qadar ilmni ulashishga, bilim berishga harakat qilyapman, lekin oila baribir muqaddas, oilaga vaqt ajratish kerak. Ulguri bo'lmayapti. Ya'ni bu yerdagi ishlar juda ham ko'p, ya'ni bilganga, nima deydi, ishxo'rga ish, hop, boshqaga oshxo'rga osh deydi-ku, ko'p, lekin imkon qadar sizlar uchun foydali ilm ulashishga harakat qilyapman. Yaxshi taklifingizni yerda qoldirmaymiz, o'ylab ko'ramiz. Bo'lmasa har haftada bir marta shunaqa foydali dars qilib turamiz, bo'ladimi? Imkon qadar vaqt to'plaman. Men, oilam va ustozlarim uchun bitta duo qilsangiz bo'ldi. Boshqa hech narsa so'rayman. Mikrofoningizda. Keyingisi oraliqgacha bo'lgan hamma mavzularni tugatishimiz kerakmi yoki ovozim qaytyapti-da. Xo'p. Mana bu yerda e'tibor bering, qaytaman. Platformaga qaytaman. Xo'p. Qayta qol endi. Yes. Darslar bo'limi. Va muddatga e'tibor bering, unchalik sodda bo'lmang. Xo'p. 15:09dan 26:12:2025gacha, ya'ni 26-dekabrgacha bemalol ishlasangiz bo'ladi. Shoshilib xato qilgandan ko'ra shoshilmasdan bemalol ishlasangiz bo'laveradi. Tushunarlimi, hurmatli talaba? Xo'p. Endi kimligini bilmadim. Bemalol ishlasangiz bo'laverar ekan. Keyingisi, xo'p, menga ham jo'natib qo'ying ustoz. Xo'p, kanalimizda bor, bemalol olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz, testni kopirovat qilib bo'lmadi. Qanday kopirovat qilsam bo'ladi? Xo'p. Testni mana bu yerda kompyuteringizda print screen degan klaviatura bor. Bosasiz. Mana buni deb bosdik deylik. Shuni test deb tasavvur qilinglar. Bosdim. Google Chrome'ga o'tganingizda mana bu tarjima, Google переводчик bor-ku. Изображение degan joyi bor. Xo'p, buni bitta qaytarib olamiz. Изображение degan joyga mana bu yerga Ctrl V tugmasini bossangiz, kompyuter aqlli test mana bu yerda hamma matnni o'qib bo'ldi. Mana bu yerda tekst turibdi mana. Skopировать text. Va olingan tekstni xohlasangiz mana Wordga olib ko'rsataman. Qanisan Word? Xo'p, mana Word. Ctrl V. Mana aytib o'tilgan savollar mana hammasini o'qidimi? Xuddi shunday testni ham shunaqa qilib nima qilsangiz bo'ladi. Osongina foydalansangiz bo'ladi. Chunki ChatGPT yoki sun'iy intellekt kuniga 3 marotaba tekinga rasmlarni yuborishga ruxsat beradi. Lekin bizda doim chora bor. Imkon qadar sizlar uchun foydali bilim, ya'ni qonunni buzmagan holatda aylanib o'tish yo'llarini o'rgataman. Mana bu o'sha aylanib o'tish usuli. Domla telefon orqali ham bajarsa bo'ladimi yoki kompyuter bilan kiriladimi? Yo'q. Bu yerda aynan sizga tavsiya qilaman, moliyaviy sharoitingiz o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, kompyuter sotib olish shart emas. Bemalol buni nima desam bo'lar ekan? Telefonda bajarsangiz bo'laveradi, muammo yo'q. Tepada meni savolim qolib ketdi. Xo'p, kechirasiz, unda qaytamiz shu savolga. Qaysi savol ekan endi? Login parollarni qayerdan olsam bo'ladi debsiz. Login parollarni mas'ullar, ya'ni registrator ofis taqdim qiladi.
ushbu login parollarni ular beradi. Ya'ni bu yerda mening imkoniyatim chegaralangan yoki bo'lmasa nima deydi? Qo'llarim kalta. Domla, Hop. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savolim bor edi bitta. Aha, marhamat. Domla, magistraturaga kirmoqchimanda, Xudo xohlasa. Hop. Shunga ikkinchi tilni birinchi sertifikati nima qilinadi yo o'quv mobaynida ham olsa bo'laveradimi? Universitetga talabi bo'yicha birinchi o'quv to'ldirib ketaman. O'quvchini birinchi talabi bo'yicha sertifikat keyin olish ruxsat berilgan edi. Lekin men sizga aniq ayta olaman, ma'lum bir talabalar bitirganiga 1 yil bo'ldi, haligacha sertifikat ola olgani yo'q. Shuning uchun universitet bu yildan qabulni faqat sertifikati bor talabalarga magistraturaga qabul qildi. Demak, umumiy xulosaga kelsak bo'ladi, sizda sertifikat talab etiladi. Rahmat. Xo'p, bo'ladi. Keyingisi buncha kam vaqt beribsizlar. Voy, Maftuna Zafarova, men bu yerda oddiy o'qituvchiman. Menga aloqador bo'lganda men sizlarga 1 soat qilib qo'ygan bo'lardim. Lekin ko'rdingiz, men adashmasam 4 daqiqada yechib bo'ldim. 4 daqiqa. Xo'p. Ustoz, testlar kech joylanadi-ku, Herodagi testlarni yechiladigan oraliqni yechamizmi? Xo'p, bu yerdagi testni kech yuklandi, boshqa yuklandi deb o'zingiz jahlingizni ham chiqarmang, asabingizni ham buzmang. Borini yechib qo'yavering. Imkon qadar imkoniyatingiz borida yechib bajarib qo'yavering. Xo'p, siz oraliqni ishlab qo'ysangiz ham, testni ishlasangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz umuman testni ishlamay turib, oraliq ishlab keyin test ishlasangiz ham bo'laveradi. It's up to you. Tamuka, kimga qanaqa? Men masalan birinchi topshiriqlarni bajarishni tavsiya qilardim. Sababi hech bo'lmaganda testlarni nima qilardi? Ko'nikma, ya'ni yodimda qoladi. Men ulardan keyingi oraliqda yaxshiroq bajarishga harakat qilgan bo'lardim. Xo'p, juda yaxshi bo'lardi, ayniqsa oilali, chaqalog'i bor ayollarga yaxshi imkoniyat haftada bir marta. Xo'p, bo'ladi. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun albatta bu narsani yo'lga qo'yamiz, imkon qadar xohlasa. Xo'p. Xo'p, domla shu joyiga yozib bo'lmayapti. Bu yerga yoza olmaysiz, chunki mana noaktiv qilib qo'yilgan, chunki ism, familiyangizni o'zgartirish sizga tavsiya berilmagan. Agar pasport ma'lumotlaringiz yangilanadigan bo'lsa, siz bitiruv jarayoniga yetib kelganingizda sizga nima qiladi? O'zlari yangilangan pasport ma'lumotlaringizni so'raydi, qaysi bo'yicha biz sizga diplomni nima qilaylik, taqdim qilaylik degan narsani. Xo'p, keyingisi yozyapti. Xo'p, Assalomu alaykum. Men login parolim bilan kira olmayapman, lekin hali o'zgartirganim ham yo'q. Bu yerda bo'lishligi mumkin. Tizimga bir vaqtning o'zida murojaatlar soni ortganda tizim ishlamay qoladi. Shuning uchun birozdan keyinroq urinib ko'rishni, lekin mana bu jarayonda siz tizimga men bekorga aytib o'tmadim. Xo'p, qayt endi. Tizimga qo'qon ya'ni kakant uni deb yozadigan bo'lsangiz kirmaydi. Mana bu linkni o'zingizga kopirayt qilib oling yoki bo'lmasa ushbu link orqali siz shunday kirsangiz, ishonavering, login parol desangiz kiradi. Birozdan keyin kirishligi mumkin agar hozirgi vaqtda kirmayotgan bo'lsa. Chunki internet sifati kuchliroq bo'lishi kerak ushbu platformadan foydalanishlik uchun. Xo'p, ketdik. Keyingi savollar. Xo'p, domla login parollarni qanday olsam bo'ladi? Bu yuqorida javob berib o'tdim. Xo'p, domla topshiriqlar qo'yilgani yo'q-ku. Topshiriqlar hali qo'yilmagan, menimcha oraliqdan keyin qo'yilishi rejalashtirilyapti. Balkim qo'yilmasligi ham mumkin, chunki testning o'zini ham oraliq sifatida, topshiriq sifatida joylashtirsa bo'ladi. Xo'p. Mana shu savol qolib ketdi. Yuqorida qolib ketdi. Xo'p. 20 ta testga 10 daqiqa vaqt berilyapti. Bu kam deb o'ylayapti ko'pchilik. 20 ta testga ham vaqtni ko'paytirsa bo'ladimi? Javob uchun rahmat. Mana bu jarayonda sizningcha, ya'ni kam bo'lishligi mumkin, to'g'ri. Lekin umumiy holatda ma'lum bir jarayonda men aytgan usul orqali siz mana bunday qilib taqdimotni, ma'ruzani va bu qo'shimcha texnologiyalarni foydalanadigan bo'lsangiz, 20 daqiqa ortib qoladi. Chunki o'zi qo'yilib bo'lgan, buni muhokama qilib, buni o'zgartirgungacha yoki bo'lmasa shoshmay turing. Mana shu taklifni beringlar, o'zgartirib bergandan keyin nima qilinglar? Xo'p, test ishlashni davom ettiringlar. Xo'p, keyingi oraliq nazorat muddati yo'qmi? Muddati yoki kelasi hafta bo'lishligi mumkin. Albatta bir hafta bo'ladi. Bir haftada bemalol nima qilsangiz bo'ladi, bajarsangiz bo'ladi. Kunini men bilmayman.
Hop, ovozli xabar bor ekan. Hop. Umuman ulanib bo'lmadi sizni nimangizga. Qatib qolaverdi. Endi nima qilamiz? Xayroni qayerdan o'rganamiz, domla? Hop. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Mana bu savolga javob bergan. Mavjudaxon Husanovani savoliga javob berib o'tamiz. Video darslar yozib olinyapti. Kirish bo'yicha login nima deydi? Juda ham chiroyli bir 3 daqiqalik videorolik tayyorlab qo'ygan, uni ham ko'rsalaring bo'ladi. Xo'p, qadalganlarda turibdi. Keyingisi, xo'p, testni bajarish ham vaqti bormi? Yana sanasi. Buni aytib o'tdim, yuqorida javob berib o'tdim bunga. Xo'p. Bu yerdagi ovoz. Men bitta fandan poni hamma testni bajarib bo'ldim-da. Keyingi fanlarda testlari ochilmayapti-yu. Qanday ochsam bo'ladi? Shuni videoga ko'rsatib bering. Yaxshi, ushbu jarayonda bitta fanni bajarib bo'ldim deyapti. Avvalo, malatsi, tabriklayman, yaxshi. Hop, keyingi masala bor. Bu yerda siz keyingi testni siz ocha olmaysiz. Test yaratilgan, lekin hali unga testlar biriktirilmagan bo'lsa, u sizga ochilmaydi. Ya'ni aytib o'tmoqchimanki, ushbu jarayonda testlarni mas'ullar aktivlashtiradi. Siz bu yerga ojizsiz. Hattoki men ham ojizman. Unga sabr qilasiz. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Domla topshiriqlarni qanday bajarish va joylashni ham o'rgatish uchun shunday dars tashkillang. Xo'p, bo'ladi. Va'da berdim. Domla oraliq qachon yuklanadi? Men ham bilmayman. Xo'p. Nechta test? 20 daqiqaga. Xo'p, zapisini ushbu YouTube'ga joylayman, chunki hajm katta bo'lib ketib qolsa, yuklab olgani og'rinib qolmang. YouTube'ga joylab qo'yaman. Qanaqadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Mehnatimizni, boshqani qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Hop. Mencha qanday desam, iltimos qilmayman. Agar mumkin topsangiz, YouTube'dagi videolarimizga like bosib qo'ysangiz, qolgan talabalar uchun ham qidirganda foydali bo'ladi. Ya'ni nima uchun foydali bo'ladi? O'sha YouTube'ga kirib qidirganda yoki o'sha qidiruv tizimlaridan qidirganda ular uchun manfaatli nima bo'ladi? Xo'p. YouTube nikingiz nima domla? Xo'p, YouTube nikimda linkini ham tashlab qo'yaman bo'lmasa bir vaqtning o'zida. Xo'p. YouTube'da boshqa videolarim ham bor. Menimcha buni ko'pchilik ko'rgan, meni kuzatib boradigan talabalarim juda ham yaxshi biladi. Xo'p, lekin bu yechim emas. Men sizlarga chiroyli qilib linkini berib qo'yaman. Mana Ahrorjon 0092 barcha qidiruv tizimlarida faqat kanalimiz A Yo'ldoshi bo'lib qolgan. Xo'p, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, mana. Xo'p. Yaxshi, menimcha hamma savollarga javob bera oldim. Darsimiz haqiqatan 1 soat davom etdi. Men buncha vaqt davom etadi, ya'ni meni buncha vaqt kuzatadi deb tasavvur ham qilmagandim, lekin kuzatish uchun yoki qo'llab-quvvatlash uchun alohida minnatdorchilik bildiraman barcha talabalarimizga. Xo'p, yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kanalimizda yoki shaxsiyga murojaat qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa, mana bu yerda ozgina e'tirof etadigan talabalarimiz ham bor. Ular maksimal darajada xuddi o'zimizga o'xshagan oila bo'lganligi uchun maksimal darajada ular ham men yo'qligimda javob berishga yoki yordam berish uchun harakat qiladi. Ovoz eshitib bo'lmadi. Juda ham past kelgan ekan. Assalomu alaykum domla, charchamayapsizmi? Domla, meni savolim hozir Play Marketdan, bo'lmasam Googledan mana Hero platformasini tortib ololmayapman. Har kuni darsga kiray turib, o'sha sizni mana kanalga tashlab bergan silkangiz orqali kirsa bo'ladimi yo alohida buni yuklab olishim kerakmi yo telefonga? Shu savolimga javob bering domla, oldindan rahmat. Xo'p, Dilnovoz Erqo'ziyovaning savoliga javob berib o'taman. Albatta, ushbu jarayonda siz mana bu tashlab bergan linkni o'zingizga kopировать qilib yoki ushbu kanalni o'zingiz uchun xo'p saqlab qo'yib foydalanadigan bo'lsangiz, bemalol shundan kirsangiz bo'ladi. Xo'p, va'da qilganimdek ilovasini men sizlarga rasmiy ilovasini topib yuborib qo'yaman kanalimizga. Albatta, uni nima qilaman? Application, ya'ni dasturni ham guruhga yuborib qo'yaman, lekin men mutaxassis bo'lganligim uchun sizlarga ilovadan foydalanishni tavsiya qilmayman. Chunki ilova ma'lum bir holatda xatolik bilan ishlab qoladigan bo'lsa, sizni qilgan mehnatingiz va ketkazgan vaqtingizga jahlingiz chiqib qoladi. Xo'p, domla Heroda mavzular ochilmayapti. Yuqorida javob berib o'tdim. Heroda ochilmayotgan bo'lsa, telefoningizda muammo yoki dasturiy ta'minotingizda muammo.
uni shundayki masofadan turib tushuntirib yoki ko'rib bera olmayman. Xo'p, jumlamizdan rozi bo'lsin. Xo'p. Albatta, xo'p. hozir o'rgatib turgan darslaringiz Xeyrona nima ko'rinmayapti, qatib qoldingiz. Qanday Ha, internet sana javob berib o'taman, yana qaytarib o'taman. Hozirgi yozib olinib turgan videomizni guruhga tashlab beraman. Xo'p, domla Xayro tizimda ruschadan o'zbekchaga o'tkazib bo'lmayapti. Menimcha hammada shu muammo, shu bartaraf etsak bo'ladi. Xo'p, men aytib o'tdim, ruschadan o'tkazishni yoki bo'lmasa o'zbekchada ishlashni men sizlarga tavsiya qilaman. Imkoni bo'ladigan bo'lsa, rus tilida foydalaning. Xo'p, bu yerda siz uchun biladigan narsa unchalik murakkab emas. Mana rus tiliga o'tib olibdir, mana. Rus tiliga o'tib olsangiz tizim yaxshi ishlayapti. Hattoki men o'qituvchi bo'lganligim uchun men ham rus tilidan foydalanyapman. Mana. Mana o'qituvchilar biroz boshqacharoq. Ketdi. Xo'p, mana biz ham rus tilidan foydalanamiz. Mana shu o'zbekchaga o'tkazdirsam, mana shu tizim ishlamay qolyapti. Shuning uchun tavsiya qilaman, menimcha. Xo'p, o'zbek tili, rus tilidan foydalanishni ham. Xo'p, endi darsimizni yakunlasak bo'ladi. Kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, lichkaga, uzr, bu yerga yozishingiz mumkin yoki lichkaga ham yozsangiz bo'ladi. Imkon qadar hammaga javob berishga harakat qilaman, lekin javob bermay qolsam bu hurmatsizlik belgisi deb qabul qilmang. Turli xil masalalar, turli xil ishlar yoki yumushlar ko'payib ketsa, javob bera olmasligim mumkin. Barcha ishtirokchilarga katta rahmat deb qolamiz. Ushbu linkni saqlab qoling, o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Buni pinga qadab qo'ydim. Pinda shunday bossangiz, mana bu yerda mana video roliklarimiz ham bor. Mana. Video roligimizni ham naqlaman. Xo'p. Uni ostiga joylab qo'yaman mana. Mana ketdi. Bemalol kirib bundan ham foydalansangiz bo'ladi, o'zingiz uchun yuborsangiz bo'ladi. Xo'p. Ha, savolingiz nima edi ekan? Ha, yana boshqatdan javob bering debdi savolimga. Xo'p. Ilovadan imkoni bo'ladigan bo'lsa, foydalanishni tavsiya qilmayman. Ilovani men sizlarga rasmiy ilovasini yuklab olish bo'yicha, xo'p, agar application ya'ni ilovasini kanalimizga tashlab qo'yamiz, ushbu kanaldan yuklab olsangiz bo'ladi, siz qiynalib yotmang. Biz o'zimiz topib beramiz sizga. Xo'p. Rahmat. Yana qanaqadir qo'shimcha savollar yoki qo'shimcha takliflar yoki bo'lmasa qanaqadir yordam kerak bo'lsa, murojaat qilsalaring bo'ladi. Sizlar uchun amaliy, beminnat yordam berishga tayyormiz va bizni qo'llab-quvvatlaydigan jamoa, shogirdlar va ustozlar ham bor. Imkoni bo'ladigan bo'lsa, sizga har qanday yordam berishga biz tayyormiz. E'tiboringiz uchun rahmat.